Aniq bilaman, siz bu koddan foydalanmagansiz. Bundan kod borligini siz aniq bilmaysiz. Videoni ko'ring, sizga foydali bo'lishi mumkin. Ya'ni bir kod bor, birinchi telefonni ikkinchi telefonga peredrasiya qilib qo'yadigan kod bor. Siz buni bilmaysiz va hozir biz sizga buni o'rgatamiz. Ya'ni bu telefonimiz ichida sim karta 33li 073 25 26. Hozir telefon qilib ko'ramiz. Mana telefon qildi 25 26. Endi bu nomerda ichida nomerda bunga peredrasiya qilib qo'yamiz. Qanaqa qilib mana ko'rib olasizlar. Yulduzcha 21 yulduzcha plus 99 894 972 68 68 peredrasiya qildik va vizitni tezamiz. Yaxshilab ko'rib turinglar. Mana peredrasiya bo'ldi. Endi bundan 25 26 ga telefon qilib ko'ramiz. Mana endi bunda chaqiryapti 25 26. Ya'ni bundan hozir SMS yozsak bunga kelaveradi, vizit qilsak bunga keladi hozir. SMS jo'natamiz bundan bunga keladi. Vizit qilsak bunga keladi. SMS keldi. Bu peredrasiyadan chiqish kodi bor. Bu hamma peredrasiyalardan chiqib ketadi. Rishotka 002 rishotka. Shuni vizit desalang, peredrasiyadan chiqib ketadi. Ya'ni yana hozir telefon qilamiz, yana o'ziga qaytaveradi. Ya'ni hamma telefon qilib bezor qilayotgan bo'lsa, shu o'choq nomerini terib qo'ysalang, постоянно sizga telefon qilgan odamga o'choq deb ma'lumot beraveradi. Video foydali bo'lgan bo'lsa, bizga obuna bo'ling.